Assalamualaikum. Qandaysiz? Shef, insonlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Talada oldingiz? Hozir mana kelib. Ha, otasiz. Yaxshi rahmat. Bitirib oldingizmi uyni? Ha, bitdi. Yaxshi xudo xolasa. Sevgi kimki? Zo'r chiqib turib-a? Ha, yaxshi chiqdi. Bolangiz Rossiyada turib o'ylab turib qo'ydi. Ata ustalar boradi dedi. Yig'lab desam, men shunday qo'yadi dedi. Mayli, qilsa qilaversin dedim. Ustalar keldi, o'zlari dastlab qilib barjog'ini olib keldi. Ha, yaxshi. Qoldir qotirda. Ha, no'xatni qoldirar ekan ustalar. Biz arendaga nimasini olib berdingiz? Les olib berdim. Ularga tomog'ini olib berdim shu. Ha, yaxshi. Svetni yoqishni yaxshi, svet chiqib turibmi? Ova, Qancha kunda bitishdi? Bir hafta, kecha 10 kunda edi. 8 kunda tushdi. Qancha kvadrat olganini bilsangiz kerak a-siz. Ular примерно 200 kvadratga o'sha yaqin desek de hech emas. Ha, yaxshi. Surochov? Ova, bu yoqdan Mamajondan keladi, bu yoqqa jaqlab tursak tap ketachat. Ular bu yoqdan kelib, bir kishi keldi. Kecha bir qo'shnim kelib, ular desam, boram deyaptilar. Ha, bordi. Bordi? Ha, shuni. fundament qalam deydi. O, nimaga? Tabiatim bo'lgan ekan, bari joyi tushib qolibdi. O'sha suratni ko'rsatib. Men o'shalar ajratmanda tabiatdan olib, betrab bitirib qo'yaylik desam, jang modasidan aytam dedim, rasalatlardan shu zo'na qildi. Shu do'stlar kelib fotoğrafta qilib bitirib qo'yishdi. Bu yaxshi ekan-da, menda ko'chmaydi ekan. Kim bo'lsa juvib qaytgansin, chang bo'lsa. Ova.